Ba'zilar Yovvoyi hayvonlar filmining qanday suratga ilinganligini so'rdi. Bu film ko'pchilikning bu to'g'risidagi qiziqishiga javob bo'la oladi. Yovvoyi hayvonlarning eng haqiqiy kundalik holatini suratga olish uchun tadqiqotchilar yuqori fan texnikalik payloqchilarni yasab chiqqan. Bu niqoblanish usullari intayin qaltis. Ba'zilari o'ma qushqashdek yasinib oladi. Ba'zilari sodda begemot qiyofatiga kirib oladi. Eng kulkilik bo'lgani pilning tezlik qiyofatiga kirib olgan jasus. Dal mushu g'alati uskunalar hayvonot dunyosidagi sonsizlagan qimmatli ko'rinishlarni suratga olgan. Ba'zi ko'rinishlar odamni hayron qoldirdi. Bu yerda yo'l menish qiyofati alayda sehriy kuchga ega kichik jasus vazifa ijro qilyotidi. Bu Amerika qoplinining bolasi qiyofatiga kirib olgan mashina odam. Uning ko'ziga yuqori aniqlikdagi telekamera yoshirilgan. Uning suratga elish nishoni qarshi qirg'oqdagi kayman timsiqi. Ular Amerika qoplini eng yaxshi ko'radigan ushshaq-tushak yemekliklar. Biroq timsohlarning ho'sharligi intayin yuqori. Amerika qoplini ko'rsalar darhol suvga mo'kib olib, beshini chiqarishga jur'at qilolmaydi. Ammo ular suratga elishdan qochib qutula olmaydi. Chunki Amerika qoplinining xizmatdoshi allburun suvga yoshirinib olgan. Bu timsoh qiyofatiga kirib olgan telekamera. Ikki yuqori fan texnikalik alayda xodim suv bo'yida qisqa vaqt ko'z ishorasi qilishgandan keyin timsoh suvga sho'ng'ib kirib ketdi. Uning xotirlamoqchi bo'lgani timsohning o'g'ligan qaltis paytlari. Yana bir tarafdagi shokichikning ko'zi Amerika qopliniga tikildi. Amerika qoplini bu yangi kelgan inisiga diqqat qildi. U oldi bilan bu shokichikni ehtiyotchanlik bilan kuzatib, salbiy normal ekanligini his qildi. Shuni bilish kerakki, Amerika qoplinining zaminida agar o'zining bolasi emasligini bayqasa, cho'qim hayot qoldirmaydi. Bu shaparanglar qo'shiniga bir chaqirilmagan mehmon yoshiringan. Bizning jasus shaparanglarimiz qo'shinga yoshirinib kirib bo'lgan. U yuqori aniqlikdagi kamera orqali har bir qaltis paytni xotirladi. Uning alayda loyihalangan tahliliy qanoti bo'shliqda nafs joy hosil qildi. Ko'krikidagi odatdan tashqari yenik telekamera xizmat qilishga boshladi. Nurg'un oz uchraydigan ko'rinishlarni mukammal singa oldi. Siz ko'z oldingizdagi bu telekamerani odatdagi dengiz toshbaqisi deb o'ylab qolasiz. Dengiz toshbaqisi to'piga kirish uchun u dengizdan haqiqiy uzib kelgan bo'lib, o'malash qiyofatini o'pma o'xshash do'rgan edi. Necha yuzlagan dengiz toshbaqisi avlod qoldirish uchun dengiz bo'yiga chiqdi. Bizning jasus toshbaqimiz bo'lsa, bu hayotlik mo'jizasini xotirlashga tayyorlik qilyotidi. Her bir tish toshbaqa 100 ga yaqin tuxum tug'alaydi. Tug'ib bo'lgandan keyin darhol ko'mib qo'yish kerak. Chunki oshko'z tuxum o'g'risi allburun yirtqichlarcha qarab turyotidi. Bizning jasus toshbaqimizmi ularga agishib tuxum tug'di. Har bir tuxumga telekamera o'rnatilgan bo'lib, buning vazifasi tuxum o'g'rilarining jinoyat isbotini qo'lga tushirish uchun.